oyijonimdan o'rganga armencha zakuska pishiramiz. Voy, rostdan mendan o'rganganmisan. Ishimizni baqlajon, kabachki, svetofor bolgarskiylarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Pergamentli listimizga terib, ustidan o'simlik yog'idan ozgina qo'yib olib, 200 gradusda 20 minut duxovkaga yuboramiz. Gulkaramni ham bir nechta bo'laklarga bo'lib, ustidan tuz, ozgina suv qo'yib, strichlab 4 minut mikrovolnovkaga yuboramiz. Gulkaramlarimizni tuxumliklarda bir o'q qovurib olamiz. Ishoninglar, mikrovolnovkada o'xshamaydi deb o'ylagandim. Suvda qaynatib vaqt yo'qotgandan ko'ra juda ham mazali va dirkillab chiqargan. Ekranga yaqinroq kelinglar. Eng sirli joyi: kashnich, chesnok, yog', olma sirkasi, tuz, shakar, tabga ko'ra qora murch. Hammasini yaxshilab aralashtirib olib, sousimizni tayyor qilib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda sousimizni surib, terib olamiz. Issiq havoda ayni muddo yurechani bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Gap bo'lish mumkin. Olinglar. Voy, namuncha kuxnya istvarding, nima pishirding? Voy, oyijon, Flavisi muzdekkina ichimliklardan bitta ichib ko'ring. Jonni rohati-yu. Bismillahirrohmanirrohim.